marabada joylar ekan. Arabuz ayol kunlarga keldik. Havoda joylar ekan, chiroyli manzil bor. Joylardan keldik. Manzil qilib o'tiribmiz. Allohga behisob shukr. Hamma kelsin, hamma dam olsin. Manzil qilib Shabodada dam olib ketishadi. O'yingohlari bor ekan, aylanadigan joylari ko'p ekan. Basenlari bor ekan. Eng ko'p ayollar joyi ekan. Nazar qilib ketishadi inshaalloh. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga chiroyli boylarni qilib yaratganinglar uchun sizlarga ham rahmat. Allohga deb sotishga olaman. Sizlar sog' bo'linglar. Hamma kelsin. Hurmatli akalar, opalar, singillar, Buloqboshi tumanining Shirmonbuloq qishlog'ining Alazdaman maskani. Bu yerda ayol asosan oilaviy ayollar uchun basseynlarimiz mavjud, yosh bolalar uchun ham basseynlarimiz mavjud. Yosh bolalar o'yingohlari bor, yosh bolalar o'yingohlari hammasi bekorga. Bundan tashqari mana marg'ilonxonalar, keyin bu yerda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ayollar o'ynaydigan tomonlarga erkaklar o'tmaydi. Chunki ayollar maza qilib o'ynash kerak. Keyin muzikani xohlaydiganlar uchun alohida joylarimiz bor. Muzikani xohlamaydiganlar uchun mana shu Farg'ona kanalining soy bo'yida biz kapchanlar qilganmiz. Sizlarda hamma kelib dam olib, o'ynab ketishini so'raymiz. Chunki bu yer salqin, tashqarida 40 gradus bo'layotgan bo'lsa, asosan bizda daraxtlarimiz juda baland. Bizda bu yerda o'tayotganlik 32 gradus bo'ladi. Men gradus qo'yib o'zim shaxsan o'lchadim. Chunki bu yer salqin. Mana kelib ishlamasanglar o'zingizlar o'tirib ketdinglar. Bu yerda quyosh tushib qoladigan holat yo'q. Qizintorlarimiz, chinorlarimiz mavjud. O'ta salqin. Hammalar tavsiya qilaman, kelib dam olib o'ynab ketinglar. Akalar, opa-singillar, oilaviy kelinglar. Rahmat sizlarga.